Farg'ona vodiysi yurtimizning go'zal maskanlaridan. Xo'qandi Latif uning durdonasi. Asrlar davomida o'zining yuksak madaniyati, ilmiy, siyosiy va adabiy salohiyati bilan yurtimizning taraqqiysiga ulkan hissa qo'shgan adiblar, olimlar, buyuk san'atkorlarning vatani. Mustaqillik tufayli mamlakatimizda yuz berayotgan yaratuvchilik harakati yurtimiz qiyofasini tanib bo'lmas darajada o'zgartirib yubormoqda. Qadim Qo'qonda ham yurtboshimizning tashabbuslari bilan ana o'shanday o'zgarishlar yuz bermoqda. O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, adabiyotshunos olim Aziz Qayumov. Qo'qon davlatining tarixi ancha katta. Bu bevosita Zahiriddin Muhammad Bobur bilan bog'langan tomonlari ham bor. Lekin alohida davlat bo'lib shakllanishi shu 18-asr boshlariga to'g'ri kelyapti. Bütün Farg'ona vodiysi va undan Xitoy chegaralarigacha bo'lgan yerlar shu hokimiyatga tobe bo'ldi. Mamlakatda ma'lum bir muntazamlik o'rnatilgach, umum madaniy taraqqiyot ham ancha rivoj topgan. Farg'ona xalqi Norbutabiy hukmronligi davrida biroz osoyish topdi. Tinchlik, osoyishtalik natijasi o'laroq birin-ketin madrasalar qurildi. Madrasalarda ko'plab ilm talablarga olim va fozillar dars bera boshladilar. Ilmga tashna yoshlar Andijon, Namangan, Marg'ilon va O'shdan kelib tahsil ola boshladilar. Bu vaqtda Qo'qon nafaqat ma'muriy, balki katta adabiy markazga aylanib ketgan edi. Ayniqsa Amir Umarxon xonligi davrida uning saroyi adabiyot ahli, ilm ma'rifat kishilari uchun ochiq bo'lib, ular bu yerdan panoh topdilar. Qo'qonga atrofdan adabiyot vakillari kela boshladilar va hurmat ko'rdilar. Adabiyotshunos Miyon Buzruk Qo'qon adabiy muhitini oltin beshik davri adabiyoti deb atadi. Bu adabiy hayotni Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro davriga taqqoslaydi. asr birinchi yarmidagi Qo'qon adabiy muhiti o'zbek madaniyati tarixida salmoqli o'rin egallaydi. Qo'qonda adabiy muhitning yuzaga kelishida albatta Amir Umarxon va uning turmush yo'ldoshi Mohlar oyim Nodiraning tutgan o'rinlari juda katta. Junun daryosi tug'yon aylamakni mendin o'rgandi. Talotun birla to'fon aylamakni mendin o'rgandi. G'amu dardu muhabbat gulistonida gul bila g'uncha, yaqochoku ko'ngil qon aylamakni mendin o'rgandi. Muallim men bu kun savdo dabistonida ey majnun, sahar choki giribon aylamakni mendin o'rgandi. Amirul oy g'amidin ayladim dardim ilojini, hakimi ishq darmon aylamakni mendin o'rgandi.
Ofarin. Xo'p, yaxshi, hazratim. Bu adabiy muhitda amiriy taxallusi bilan she'r yozgan Umarxonning ham alohida o'rni bor. Amiriy g'azallari aruz vaznining turli-tuman bahrlarida yozilgan. Ular orasida o'ynoqi, xalq qo'shiqlari vazniga yaqin bo'lgan g'azallar bilan bir qatorda aruz vaznining murakkab bahrlarida yozilganlari ham bor. Uslubdagi ravonlik, jonli xalq tiliga yaqinligi, sodda tasviriy vositalar bu asarlarni sevimli qildi. Amiriy ijodidagi ana shu jihatlar adabiyotimiz tarixida o'z o'rniga ega. Umarxon o'z hukmronligi yillarida mamlakatdagi o'zboshimcha beklarni tinchitishga, yurtda osoyishtalik o'rnatishga harakat qildi. Xonlik chegaralarini mustahkamlash, savdo yo'llaridagi xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rdi. 19-asrning birinchi yarmida Qo'qonda tashkil topgan adabiy hayotning yana bir muhim xususiyati bu ko'p shoirlar qatorida xotin-qiz shoirlar ham adabiyotda faoliyat yuritganliklari va ularning adabiyot ahli tomonidan e'tirof va e'tiborga sazovor bo'lganliklaridadir. Ularning devonlari tuzilgan, she'rlari taskira va majmualarga kiritilgan. Ular o'z iste'dodlari tufayli ana shu darajalarga erishganlar. Jahon Otin Uvaysi bilan Nodiraning ijodi o'zbek adabiyotida ayol shoiralarning qanday yuksak o'rin tutganini yaqqol bir misolidir. Zaboningga turg'il, ey shakarlab, to'ti guftora. Nechukkim marhamat o'lsun, necha mendek dilafgora. Nigohing tashlag'il, lutf aylabon, ey shohi beparvo. Yo'lingda intizor olg'on, meni bul oshqi zora. Marg'ilonlik Fozil va olim Siddiq Ochilning qizi Jahon otasidan va onasi Chinnibibiydan saboq olib, xat savodli bo'ladi. Otasidan she'riyat nazariyasini o'rgandi. O'zi ham she'r mashq qila boshladi. Uvaysi taxallusida g'azallar bitdi. U onasi Chinnibibiy bilan qizlar maktabida avval xalfalik, so'ngra mustaqil dars bera boshladi. Tez orada Jahonotun deb nomi elga taniladi. Nodira Marg'ilonga kelinchak bo'lib kelgan yillari shoiraning ovozasini eshitib, u bilan tanishadi. Uvaysi o'rdada kanizaklar va yosh bolalarga dars beradi. Uni Marg'ilon hokimi Umarxon muallima, sozanda va xonanda sifatida saroyga taklif etadi. Nodira Uvaysini o'z himoyasiga oladi. Ikkala shoira opa-singil tutiladilar. Umarxon xon bo'lib saylanganidan so'ng Nodira Uvaysini Qo'qonga taklif etadi. Uvaysi Qo'qonda Nodiraning eng yaqin kishisi, suhbatdoshi, sirdoshi bo'lib qoladi. Marhamat, malikam. Bilsang meni jononimi, dehqoni muhabbat, muflislariga aylagan ihsoni muhabbat, mashshoti olib ilkiga gar aylasa haydar, majnun bo'lur ul zulfi parishoni muhabbat. Ustoz, sizning she'riyatingizdan men behad sadoqatni sezaman. Muhabbatning suratini ko'raman. U soz kabi qulog'imda jaranglaydi. Malikam, siz bilan faxrlanaman. Minnatdorman ustoz. Nogoh nazar solsa g'ariblar sori yorim, shahlo ko'zingning
davrida mujgoni muhabbat bo'lsa kishi ul husni behishti aro dohil kavsar labida sabzai rayhoni muhabbat. Ofarin ustoz, ofarin. Minnatdorman. Begoyim, sizni mana bu g'azalingiz ham g'oyatda nafis chiqibdir. Na gul sayr ayla, na fikri bahor et. Jahondin kech, hayoli vasliyor et. Muhabbatsiz kishi odam emasdir. Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et. Kuyib, ey nodira olam ilig'a, muhabbat shivasini oshkor et. Malikam, sizning g'azallaringizdan esa sevguvchi qalbning hayajonlari, orzu intilishlari va behad umidvorlik ohanglari sezilib turadir. Uvaysiy ijodiga Alisher Navoiyning ta'siri kuchli bo'lgan. Bu shoiraning Navoiy g'azallariga bog'lagan muhammaslarida ham ko'rinadi. Ishq o'tini g'ayr ili ko'nglimdin o'chirg'och yondi. Sibqali ashq suyun dida ketirg'och yondi. Vaysi holim desa ho'p erdi, yoshirg'och yondi. Kelodir erdi habibim, meni ko'rg'och yondi. Ey Navoiy, nega chiqmam meni nodon o'tru? Uvaysiyning har bir misrasi Navoiy baytiga faqat mazmun jihatdan emas, balki so'z termalari, ularning joylashtirilishi jihatdan ham mos keladi. Uvaysiy misralarida Navoiy ruhi hukmrondir. Uning g'azallaridan Navoiy she'riyatining ta'mi kelib turadi. Shafqatsiz zamon uning nozik qalbiga rahmsiz zarbalar berdi. Pokiza va oliyjanob sevgisini poymol qildi. U farzandidan judo bo'ldi. Zamona kulfatidan bu ko'ngil dog' oldi. Bu charxi bemuruvvatdan ko'ngil dog' oldi. Jarohat bo'ldi bag'rim, tig'i bedodi raqiblardan, bu ko'dovam mardumdan ko'ngil dog' oldi. Zamona kulfatlariga bardosh bera olmaydigan holatlarda uni o'rab turgan muhitdan ko'ngli ozor topadi, zorlanadi. Ammo u umidvor. Mehnatu balolarga mubtalo uvaysiyman. Qayda g'am ili bo'lsa, oshno uvaysiyman. Tangri meni ne aylasa, bechora tururmen. Bechoralig'imdan ela afsona tururmen. Vaysi dema, haq berur menga jabru jafoni, sabr aylag'uvchi javrig'a mardona tururmen. Uning she'riyatida rassomona nigoh bor. Shoira chiroyli tasvirlarda muhabbatning siymosini yaratadi. Uning asarlari saroyning Manaman degan shoirlaridan ham badiiy, ham falsafiy jihatdan yuksakligi bilan ajralib turadi. Bu na gumbastur, eshigi tuynigidan yo'q nishon.
necha gulgun pok qizlar manzil aylab turmakon. Tuynigin ochib, alarning holidan olsam xabar, yuzlarida parda tortug'liq, turarlar bag'ri qon. Meni faryodu zorim, hayf ul dildorima yetmas. Miram bog'i aro ul sarvi xush raftorima yetmas. Mohlar oyim Nodira O'zbek adabiyoti tarixida katta o'rin tutgan shoiralardan biri va o'zi yuksak talant egasi bo'lgan ijodkordir. Umarxon tog'asi bo'lmish Andijon hokimi Rahmon Qulibiyning o'z odobi, go'zalligi hamda iste'dodi bilan mashhur bo'lgan qizi Mohlaroyimga uylandi. Bu nikoh nafaqat oila rishtalarini bog'ladi, balki ikki ijodkor qalbni ham bir-biriga payvand qildi. Nodira o'z devonida Umar yo'ldoshi Amiriyni iste'dodli shoir sifatida ehtirom bilan tilga olgan. Uni o'zining she'riyat sohasidagi muallimi deb bilgan. Ular o'rtasida o'zaro mushoiralar bo'lib turganini, ikki iste'dod egalarining bir-biriga bo'lgan muhabbatlari va hurmatlarini samimiyat bilan esga olgan. Goho ul hazrat ba'zi toza mazmunlarni bir misra bilan savol tariqasida so'rar edilar. Filfavr oxiri misra bilan javob aytir erdim va tablarini xush qilur erdim. Uzr, suhbatingizni bo'lib qo'ymadimmi? Aslo. Nega arbobi xirat ahli junundin ori bor? Kim bilar uryon, alarning jubbau dastori bor. Gul yuzing olliyda zohir, qildi shabnamdin araq. G'uncha xomushu labingni gavhariy guftori bor. Bo'lmasa mahzun bog'bon, bog'ingga kirmas mahvashim. Sarvdir qaddi aning, ruxsoridan gulzori bor. Soqiyo, may birla bir soat meni shod qil. Notavon ko'nglimni hijron dardidan ozori bor. Ey ko'ngil, dilingni pinhon asra ishq atvoridin. Qoshini har bir hamida ko'z degan ayyori bor. Ko'hkan shiringa oshiq bo'ldi majnun Layliga. Kim muhabbat shahrida har kimsaning bir yori bor. Dilrabolar ichra yaktoliqqa mashhur olma. Lek ko'yida men telba yanglig' benihoyat zori bor. Ey pari, bir kun buzuq kulbam sari qilg'il xirom. Hech, agar yo'qdir zamoni, soyai devori bor. Ne sababtin o'lmasun obod ko'nglim kishvari. Ishq shohidek amiri, madiyat osori bor. Ofarin, ofarin. Hazratimning ko'ngillariga farah yetkirgan bo'lsam, baxtiyorman. Mundoq latoyif va nazokatlar menga huzur baxsh etdi. Sizningla davlatim va saltanatim farovondir malikam. Ishonaman. Ularning hayotini yaxshi bilgan shoira Uvaysi xon bilan malikani adabiy oshiq ma'shuqlarga o'xshatadi. Shohlar arosidadir Umarxon, bir necha kun surardi davron. Mahbora edi uning zaifi, maknundi tahallus latifi.
u Yusuf edi, budur Zulayho, ulvomiq edi, bu erdi Uzro. Birisi Layli, birisi Majnun, bir-birining muhabbatiga mamnun. Nodira jomi muhabbatni labolab ichibon mastliq birla qilay ishq namozini ado. Malikam, muhabbat mayidin mast bo'lib ishq namoziga sajda qilmoqlik faqat sevib va sevilganlargagina nasib etgan ne'mat. Menga ey Nodira qismat buyurgan. Azal kundan bo'libdir ishq paydo. Bo'lsa to umru hayotim boqiy, meni elchimdir domoni vafo. Malikam, siz mening hayotimning mazmunisiz. Men hayotimni sizsiz tasavvur etolmayman. Beray jon visol ichra ey noshilab, firoqingda tokay qilay tobutab. Jamoling menga muddao subhu shom, visoling menga orzu ro'zu shab. Agar kelsa boshimga tig'i ajal, qilurmenmi yo'lingda tarki talab. Nodira hali juda yosh ekan. Uning sevikli yori, umr yo'ldoshi, ustozi Umarxon vafot etadi. Uning quvonchlariga to'la sozi ma'yuslandi. Bevafolardek seni hargiz faromush aylamay, Nodira yodingni aylar to damiyamul hisob. Malikam, jon ko'rmadi ro'zadan halofat. Iftorda yorsiz ne lazzat. Yor aylasa, yori birla iftor. Yo'q ro'zada mundan o'zga davlat. Malikam, Vasluyin obod qildim, buzdi hijron oqibat. Sel g'amdin bu imorat, bo'ldi vayron oqibat. Orzu qildim tutar men deb visol domanin, pora bo'ldi hajr ilgida giribon oqibat. Nodira, bulbul kabi nola insho ayladim. Navbahor o'tdi, xazon o'ldi, guliston oqibat. Mening jununima Majnunni bermangiz nisbat. Qilurmu xoru xashak, tobi shulay g'ayrat. G'amimni zarrasini tog'larga arz etsam, tahammül aylamagay. Tog' keltirib toqat,
G'amimni sharhini 100 mingdan birini dedim. Falak ani ko'tarurdi. G'am ayladi qomat. Nodira begim Amir Umarxonning vafotidan keyin mamlakatning idora ishlarida faol qatnashdi. O'g'li Madalixonning yosh chog'larida esa podshohlik asosan Nodira begimning qo'lida edi. Shu tariqa u mamlakatni boshqarishga salohiyatli ekanini saroy ayonlari ham, xalq ham e'tirof qildi. Demak, u dast avval o'zining insoniylik fazilatlarini himoya qilishi, uni e'tirof etilishiga erishishi kerak edi. O'zlarini mamlakatning ustuni deb hisoblagan hukmron feodallar orasida bunga erishish uchun nihoyatda zo'r kuch, qat'iyat va jasorat egasi bo'lish kerak edi. Tadbirli va aqlli onaning tarbiyasini olgan Madalixon davlatni boshqarishni o'z qo'liga olgach, tadbirkorlik bilan ish yuritdi. U yurtning sarhadlarini kengaytirdi. Xonning ortiq darajada mustaqil ish yuritishi, yurtning ustuni bo'lgan xo'jalar va saidlarni lavozimlardan chetlatishi mamlakatda yangi fitnalarni keltirib chiqardi. Bu fitnachilar mamlakatdan quvilgandan so'ng Buxorodan panoh izladilar. Madalixonning sha'niga tuhmat qilib, go'yoki u o'gay onasiga uylandi kabi iftiro to'qib, o'zini din qo'riqchisi, Amiral Mo'minin hisoblovchi Buxoro amiri Nasrullohni bu kofirni taxtdan tushirish uchun gijgijladilar. Madalixonga g'arazi bor Nasrulloh ham ularning makridan foydalanib Qo'qonga yurish qildi. 1842-yilda Buxoro amiri lashkarlari Qo'qonga bostirib kirib, poytaxtni talon-taroj qildilar. Qonli va qattiq janglardan so'ng Madalixon qo'shini mag'lubiyatga uchradi. Qo'qon xoni Madalixonni, ukasi Sulton Mahmudxonni, o'g'li Muhammad Aminxonni, onasi Nodira begimni va bir necha ayonlarni va ularning xotinlarini ham qatl qildirdi. Mashhur davlat arbobi va buyuk shoira Mohlaroyim Nodira begimning hayot yo'li mana shunday fojia bilan yakunlandi. Nomusli va oriyatli Qo'qon xalqi 1-2 oy o'tar o'tmas Nasrullohga qarshi bosh ko'tardi. Qo'zg'olon zafar bilan yakunlandi. Nasrulloh qassobning qaramligiga chek qo'yildi. Ammo bu g'alabaga oqila davlat arbobi va buyuk shoira Nodira begimning, uning farzandlari, nabiralari va yaqinlarining qatli hisobiga erishildi. Qo'qonda Nodiraning dafn etilgan joyga o'rnatilgan yodgorlikda Nodiraning bir bayt she'ri yozilgan. Xusho oqilga aylab, yaxshilik bunyodining mahkam, o'tar bu dahr fonidin, o'zini nekinom aylar. Ya'ni barhayot vaqtida yaxshilik imoratini mustahkam qilib o'rnatgan oqilga rahmatlar bo'lsin. Ana shunday oqil o'zidan yo nurli xotira qoldirib, bu xaroba dunyodan ketadi deb yozilgan. Nodira she'rlari inson qalbining eng nozik tomonlarini, xususan ayol qalbidagi eng nafosatli kechinmalarning yuksak badiiy ifodasidan iborat. Mamlakatda qanday siyosiy, iqtisodiy, harbiy g'alag'ovurlar yuz bergan bo'lmasin, xalq ichidan yangi shoirlar hamda san'atkorlar yetishib chiqaverdi. U Nodira va Uvaysi bilan birga bir vaqtda ijod etgan shoiralardan biri Mahzuna. Mahzunaning devoni hali topilgan emas, lekin uning bizga ma'lum bo'lgan bir necha she'rlari
uning yuksak talantidan nishon beradi. Xususan, saroy shoiri Fazli bilan Mahzuna o'rtasida bo'lib o'tgan mushoirada Mahzunaning fikr doirasi naqadar keng, badiiy darajasi naqadar yuksak ekanligi shunday ko'zga tashlanib turadi. Mahzuna Mulla Boshmon degan fozil odamning oilasida dunyoga kelgan. Shoiraning asl ismi Mehribon bo'lib, Mahzuna uning taxallusidir. U she'riy ta'limni otasidan olgan. Arab tilini, turkiy va farsiy tillarini mukammal egallagan. Sharq mumtoz adabiyotini o'rgangan. Do'stlar, bir husni behamtoya oshiq bo'lmisham. Hur paykar bir malak simoya oshiq bo'lmisham. Nutqi shirin lali ruh avzoya oshiq bo'lmisham. G'amzasi qotil ko'zi shahloya oshiq bo'lmisham. Husni elining shohi bir mirzoya oshiq bo'lmisham. Qoshlari bir-biriga payvand, ikki mushkun hilol. Ko'zlari yuz marg'izorig'a, ikki vahshiy g'izol. Qomati bog'i murod ichra yangi bitgan nihol. Alloh Alloh, kim ko'ribdir bu latofat-la jamol. Husnaro bir misli nopaydoya Oshiq bo'lmisham. Ofarin. Ofarin. U aqli idrokda zebinisadek yagona bo'lib, Qo'qonda mashhur shoiradir. O'z nomidek muloyim, mehribon edi va meni imtihon qilib sinab yurardi. Xat orqali men bilan so'zlashib turardi. Bu oy yuzlikning taxallusi Mahzuna bo'lib, baland parvoz xayoli o'zgacha edi. Xushtab, odobli, shuningdek ma'suma, iffatli edi. Ulpari chehra mening har bir baytimga gavhardek pok javoblar qaytarardi. Bir kuni ul Gulchehraning she'rini o'qib, so'zining zavq-shavqida beqaror bo'ldim. Tarix Navis Hashmat Taskiratu Shuaro asarida bu aqlli, odobli qizni Fazli sevib qolganini, uning ko'yida devonavor bo'lib yurganini yozadi. Menga ko'rgizib necha qatlak mayjoningdan, yuza holi zulfi dutolaring. Yoshirib necham meni ay xastadin ay o'rgulamanu, nadur pari bu ibolaring. Men dardu hajr ila sor yetib voy voy, yetib o'zgalarga davolaring. Qila boshlading menga zulmikmay voy voy, sitam etdi jabru jafolaring. Ki vafoga va'dalar aylab onay o'rgulamanu, qani va'dalarga vafolaring. Kim bor?
اگر آی چراغ ای هر کشی dese arazim sağlıdın yakın anla gelkini yok ağul aylanamana nege xubziş dile haldın menge yaxşirab körünür vali vay vay gamin o'zgadan sağlıdın Kim? Men devona Fazliman. Mashurim. Voy xudoyim. Yuz ofarin so'zingga lubbi lubob ko'rmay arzi jamol etarmu oy oftob ko'rmay Kimdan chiqar bu so'zlar? Bag'rin kabob ko'rmay. Ganch o'lmag'ay muyassar. Holin xarob ko'rmay. Masturai suxang'a po'shi daliq munosib ma'ni arusini bas men beniqob ko'rmay Yo'q aybi so'zlarimni. Gar bo'lmasa muhabbat, andoqki o't ko'kargay. Hech oftob ko'rmay. maygun labing hadisi mast etdi g'oyibona kayfiyat o'ldi zohir jomu sharob ko'rmay Bir vajhi buki tabim xom asramish zamona. Charhi sipihirdin ul hech bechtob ko'rmay. mundoqki nuktadon sen kemirdi ustoding oy kasbi nur qilmas to oftob ko'rmay Ko'p nahrlar yig'ilsa daryoyi purdur ulg'ay. Ilm ahlidan bu miskin bir shay xushob ko'rmay. bir nukta ayla zohir fazlini qo'yma mag'zun to ketmagay namangan sendin javob ko'rmay Baytul xazan ichinda uzlat tutib bu mahzun. Fazli ilohidir bu, yo'qsa kitob ko'rmay. Keting, Mahzuna keting. Mahzuna Meni nomusga qoldirmang. Mahzuna Ah yarim aylanman o'rgulaman senga arz etar fuqarolarim Benim madabim senin maqsading Nakim bo'lsa Bu misralardan ko'rinib turibdiki, bahs davomida Mahsuna Fazlidek ulug' shoirga munosib javoblar ayta olgan. U yuksak she'riy qobiliyatga ega ekanligini isbotladi. Fazli uning she'riy iste'dodiga qoyil qolgan. Buni uning o'zi e'tirof etgan. Nakim bo'lsa butun nuktadon Meni ko'nglimni senin fikratinga o'rgulaman sadaf guhar kabi qilgumon Meni yodimni seni xokiring voy dedi vala o'lguli guliston Dilu jonu fasili notavon yor yoru senga muntazir ko'zi nigaron hammadam ko'ngilda muhabbating o'rgulaman tunu kun tilimda duolaring
Ah yarın eylemen örgülemen tunu gün tilimde duaların nazenin yar yare shoiralarimizning bebaho asarlari hamon el og'zidan tushmay kuylab kelinmoqda. Ularning aql va zakovati bilan yaralgan asarlar qalbimizda mangu yashaydi. Şekerlep ot güftarem Niçük kim merhamet bulsuna Niçe min dikdilep yarem Niyohi teşleban lütfen لغو شوخ بی پروا یولینده انتظار گنه بینیدک عشق زاره یارشون olmadı divar